Bolangdan qayta. Bolang ham o'ynasin. Nima bo'lyapti, janob Jo'xa? Yoshligim esimga tushib ketdi. Makka qiryapman. Olib borib qaynatib, maza qilib yeyman. Storiya qo'yaman, qaynatib turganimda. Sertuz, asal qilib pishirib. Obunachilarga ulashamiz. Storiya. Bu dehqonchilikmi? Dehqonchilik-da bu. Dehqonchilik, chiliqchilik. Ha, chiliqchilik. Chiliq. Kattalari. Bobolari. Buni molga ekilganmi? Yo sotiladi. Mollarga ekilgan. Bu hali farosati yo'q, mol bolalarga ekilgan. Haliga. Qaysiga? Adin eksport reklama qilib turgan ayrim blogerlar bor. O'shalarni şeyda baxtirish kerak. Ha, mol qilib. Ha? Hammasiga lekin o'shalar qilyapti-yu, adin eksport reklama qilyapti-yu. Hammasi to'g'risini aytaman, ochiq oydin hammangni betingga aytaman, bolangdan qayta. Bolang ham o'ynasin. Chunki senlar darqangdan O'zbekistonda juda ko'p bolalar ozor chekib o'zini o'zi osib qo'yadi. Salomat bo'linglar.